同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asqar。今天我们要学习的是第9单元的目标大本营，是第9单元第2部分的目标大本营啊。好，那咱们呢先看一下我们今天要学的是什么呀？首先是词义辨析，词义辨析哪2个词呢？一个是将来，一个是未来啊，将来和未来。那咱们看将来的谓语意思是 kelgusida， 未来也是 kelgusida， 那2个有什么区别呢？将来表示现在以后的时间， yani hozirdan keyingi vaqtlarni ko'rsatib beradi， 区别于什么呀？过去，就是 burun yoki hozir bilan shu farqlantiradigan keyin deganimizni 将来deymiz, keyin degan gap。然后呢keyingi shu plan， 将来的打算，keyin qanday planlarınız bor desak， 你将来有什么打算deymiz。and balınınki kinligi bo'lsa孩子的将来，孩子的将来。那未来deganimiz表示就要到来的这个时间，hozir kelmoqchi bo'lgan shu vaqt， 那就是说erta-o'g'in shu kelgusidagi 3 kun, kelgusidagi 1 hafta, kelgusidagi 1 oyning ichida degandekchi, endi kelayotgan shu kunlarni biz 未来什么什么什么desak bo'ladi. Uni 将来desak bo'lmaydi. Andan hamda buningdan keyingi vaqtlarni ko'rsatib beradi. Demak, 未来有2个意思。将来ni keyingi desak 未来, bu shu endi kelmoqchi bo'lgan deganni ko'rsatib beradi, ham keyingi deganni ko'rsatib beradi. Masalan, kelgusidagi 3 kun, 未来3天，未来3天。少年儿童是祖国的未来。bu shu yosh o'smir bolalar vatanimizningki kelgusi, 美好的未来 güzel kelgusi degandek。那么下面有一个注意，看到了吗？ diqqatdan bir turdu。未来的意思是将要到来的，未来嘛，未来deganimiz endi kelmoqchi bo'lgan， u nihoyatda yiroq bo'lsa bo'ladi, yaqin bo'lsa bo'ladi。lekin 将来一般指较远的时期，将来deganimiz u sal yiroqroq bo'lgan vaqtni ko'rsatib beradi。那意思就是说啊，嘛未来ning yaqinda degan mundaq bir ma'nosi chiqadi。kelgusidagi keyingi degan ma'nosi chiqadi, 将来ning faqat keyingi ma'nosi, yaqinda degan ma'nosi chiqmaydi demoqchi。好，这个会了吗？那跟老师一起呢把这个地方读一下。将来的打算，将来的打算，孩子的将来，孩子的将来，未来啊。未来3天，未来3天。少年儿童是祖国的未来，少年儿童是祖国的未来，美好的未来，美好的未来。好，这个是词义辨析。那下面一个内容是词句例示，词句例示。今天要学的词句例示是4个啊。第一个是对什么什么负责，然后不好意思，有利于，有关什么什么的。那这个对什么什么负责deganimiz bir narsaga mas'ul bo'lish， 那就是ma'lum odam yoki ma'lum bir ishga mas'ul bo'lganni， 对一件事情负责，对一个人负责degandek。masalan o'zingizningki saboqdoshlar o'zinglarga mas'ul bo'lishinglarni umid qilaman desak， 希望同学们能对自己负责，希望同学们能对自己负责desak bo'ladi。andan keyin ota-onalar o'zininki bolalarga mas'ul bo'lish kerak desak， 家长要对自己的孩子负责，家长要对自己的孩子负责。u bir xizmatiga nihoyatda astoydil, mas'uliyatchan odam, 或者说 muallim
desek üzerinde desemem mesela， 那我就说我是一个对工作认真负责的好老师 degandek， 我是一个对工作认真负责的好老师 desek bo'ladi。好，那么 kitapdagi misol qarab baqaylik. Birincisi， 每个人都应该对自己说的话负责。每个人都应该对自己说的话负责。Hamma odam o'zi degan gapga mas'ul bo'lish kerak. 那就是说 siz bu gapni qilgan ekansiz, shu gapga ega bo'lishingiz kerak. 其实 ega bo'lish deb tushunsak bo'laveradi. Andan keyin ikkinchisi debdi, 你放心，我会对这件事负责的。siz xotirjam bo'ling, men cho'qim bu ishga mas'ul bo'laman, 或者说 bu ishga ega bo'laman debdi. 好，对什么什么负责？ bir narsaga mas'ul bo'lish yoki ega bo'lish. Tushundingmi? Endi ikkinchisi 不好意思。不好意思那个一二的不要读 demek 不好意思有两个意思啊。ikki ma'nosi bor. Birincisi 表示碍于情面而只能怎样或不便怎样。那不好就是说 xijil bo'lib boshqalardan nimda emas shu ko'ngilni deb desak bo'ladi. Ko'ngilni deb ya bir ishni qilamidi ya bir ishni amalning yo'qidan qilib qo'ysa, 那这个就是不好意思. biz odatda buni nima deymiz? Kechiring deymiz-ku. 就是 kechiring deganni bildirdi. Masalan, hozir menga bir telefon keldi. 那 men telefonni besib etdim. 因为我在上课啊，我不方便接电话，对吧？ telefonni ilishga qolaysız. 然后呢，我就会给对方写一个信息，我说不好意思，我现在不方便接电话。不好意思，我现在不方便接电话。第三步了多。那你跟再比如说，今天呢，我有个朋友想跟我一起吃饭啊。bir do'stim men bilan birga tomoq yemoqchi, 但是呢我没有时间，vaqtim yo'q， 那我就说不好意思，今天我没有时间。kechiring bugun mening vaqtim yo'q de， 不好意思，今天我没有时间。再比如说有人找我帮忙， birisi mendan 这个 yordam so'rab keldi, lekin yordam qilolmayman。 或者说 men ilojisiz qolgan vaqtimda， 那我应该怎么去回答他？ 你们得 javob berishim kerak。 不好意思，我也帮不了你了。 或者说不好意思，我无能为力。 不好意思，我无能为力。 desak bo'ladi.那 kitapdagi misol qarab baqaylik. 不好意思，又要打扰你了。 kechiring, yana sizni avar qildigan bo'ldim debdi. Kechiring, yana sizni avar qildigan bo'ldim. 好，那 ikkinchi xil ma'nosi 害羞难为情 deydi， 就是 xijil bo'lish. 哎呀 xijil bo'lib qoldim desak， 哎呀我都不好意思了，是吧？我都不好意思了。那这个地方有三个例子，咱们看一下啊。你这么做不会不好意思吗？ bunday qilishdan xijil bo'lmamsa? xijil bo'lishing kerak-de asli demakchi. 第三个，被你夸的我都不好意思了。siz maqtab berib men xijil bo'lib ketdim deydi. 小美看见陌生人就会不好意思说话。小美degan bir odamning ismi, kichik go'zal emas. Ma小美notanish odamlarni ko'rganda gap qilishdan xijil bo'ladigan bo'lib qoladi deydi. Gap qilishdan xijil bo'ladi deydi. 好，那就是说 xijil bo'lish deganda 不好意思 desak bo'ladi. Masalan, birisiga siz bunday qilsangiz bo'lmamdi, voy kiravering, davering deb desa, "voy xijil bo'ladi ekanman" deb degancha, "哎呀，我不好意思，哎呀，我不好意思" deb desak bo'ladi. 那比如说你需要钱， siz pulga muhtoj bo'ldingiz， 然后呢keyin degan vaqtingizda你说 我需要钱anda qo'yganti munda qo'yganti deb. Voy nimishqa mendan so'ramding shu vaqtda? 你当时怎么不问我借呀？ 你当时怎么不问我借呀？ voy xijil bo'ldim shu degan bo'lsa, 不好意思。 ig'iz ichishdan xijil bo'ldim desak, 不好意思开口。 不好意思开口。 deyishdan xijil bo'ldim, 不
不好意思说，不好意思说，会了吗？这个用的特别多啊，要会用。第三个，有利于deganimiz foydaliq。那你们narsaga foydaliq bo'lsa，它就是有利于什么什么什么什么desek bo'ladi. Masalan, hammamiz bilamiz, mushu chini qilib bersak, harakat qilib bersak, nimaga foydali? Salomatlikka foydali. 那就是多运动有利于身体健康。多运动有利于身体健康desek bo'ladi. Andan keyin mushu kunni sinfda shuda o'qiyversak-mi odam zerikib qoladi. Mana sirtqi faoliyatlarni qilsak, darsdan sirtqi faoliyatlarni qilsak, nima bo'ladi deymiz? Bolalarningki mushu psixik sog'lomligiga, hamma jihatlarga foydali desakni咱们可以怎么说呢？多开展课外活动，有利于同学们的身心健康。多开展课外活动，有利于同学们的身心健康。好，那么yana masalanga mushu xalqqa foydali ishni jiq qilinglar desak， 多做有利于人民的事啊，或者是多干都行，多干有利于人民的事，多干有利于老百姓的事都可以啊，都可以。你这套方案有利于两家公司的合作。sizning bu planingiz， 或者说对bu planingiz nima bo'pti? Ikki shirkatningki hamkorlashishiga foydali ekan debdi. 晚上喝牛奶有利于睡眠，kechda sut ichsa uyqusiga foydali debdi. 好，第四个，有关什么什么的，就是说munosabatlik， 这个有关能kendiga ma bo'sh o'ringa ma narsaga munosabatlik bo'lgan mundaq degandek. Ma narsaga munosabatlik bo'lgan mundaq bizma degandek. Masalan, 下个星期呢咱们要考试了，kelar hafta bizda bir imtihon bor. Aykenchik bolalar deydi-da, "Oy, 老师这次考试怎么样？老师那次考试怎么样？这个考什么呀？那个呀，这个呀的，就不急gaplarni so'raydi. Shuni bilan, 那老师能不能告诉你考试的内容？不行，那老师就会对你说，有关考试的事，不要问我，我什么都不知道。那imtihon munosabatlik ishlarni mendan so'rama, men hech nimani uqmayman. 有关考试的事，不要问我。我什么都不知道。desak bo'ladi. 好，ular meni mushu teatrga munosabatlik bo'lgan dokladni qil dedi degan bo'lsa， 他们让我去做有关戏剧的报告。他们让我去做有关戏剧的报告。desak bo'ladi. 那我们来看一下书上的内容。有关这次会议的内容，请阿里木转告没来的人。bu qitimqi yig'inga munosabatlik bo'lgan mazmunni nima ish qiling debdi? Alimu kelmaganlarga yetkazib qo'ysin debdi. 请阿里木转告没来的人。第二个呢？我觉得有关这方面的知识它还不够专业。meningcha bu tarafga munosabatlik bo'lgan bilimlarga u texi kasbiy xodim emaskan, 或者说u texi kasbiy emaskan. 就是说 bu tarafga munosabatlik bilimlarni u toza jiq bilib ketmaydigan demakchi. 会了吗？不难啊，太深了。ilmu misaldan bir muncha alloh， 希望同学们就是通过这些例子 misallar orqali 把这些东西都学会啊，消化掉。那我们一起来读一下。每个人都应该对自己说的话负责。每个人都应该对自己说的话负责。你放心，我会对这件事负责的。你放心，我会对这件事负责的。不好意思，又要打扰你了。不好意思，
又要打扰你了。你这么做不会不好意思吗？你这么做不会不好意思吗？被你夸的我都不好意思了，被你夸的我都不好意思了。小美看见陌生人就会不好意思说话，小美看见陌生人就会不好意思说话。第三个，你的这套方案有利于两家公司的合作。你的这套方案有利于两家公司的合作。晚上喝牛奶有利于睡眠。晚上喝牛奶有利于睡眠。第四个，有关这次会议的内容，请阿里木转告没来的人。有关这次会议的内容，请阿里木转告没来的人。我觉得有关这方面的知识他还不够专业。我觉得有关这方面的知识他还不够专业。好了，那我们再来看一下下面这个表达方式。这一课的表达方式是什么呀？邀请。那邀请是什么意思？ teklif qilish。那就是说bilasizlarga uning teklif qilsa qandoq deymiz, nima deymiz。那我们呢来看一下我们的具体内容啊。什么时候请我们去做做啊？qachon bizni teklif qilasiz。那意思就是说qachon sizlarning uyga mehmon bo'lg'ili boramiz degan gap。什么时候请我们做做啊？随时欢迎你。har vaqt sizni qarshi olamiz。har vaqt sizni qarshi olamiz。好久没见了，uzun bo'libdi ko'rishmaganga。什么时候有空？qachon vaqtingiz bor？大家一起聚聚。ko'pchilik birga bir yig'layli。那就是说ko'rishayli degan gap。下周是我的婚礼。kelar hafta meniki mushu to'y marosimim debdi。然后呢，这是给你的请帖。bu sizga bergan bag'oq。这个bag'oqni deymiz请帖deymiz。有空的话来参加吧。vaqtingiz bo'lsa kelib qatnashing debdi。带上妻子和孩子到我家来玩呐。那xotin bolalaringizni ilib bizning uyga o'ynag'ili keling debdi。那其实这样子说还挺难听的哦，sal quloqqa bir xil mushog'andek alindi ekan。那我们就说uydagilaringizni ya bo'lmasa ayolingizni, bolangizni ilib bizning uyga o'ynag'ili kelinglar desak mushada deymiz。我能请你一起吃饭吗？ sizni 这个tamoq taklif qilsam bo'lamdi？ ikkimiz birga tamoq yesak bo'lamdi degan gap。明天下午有空吗？tushdan vaqtingiz bormi？ tushdan vaqtingiz bormi？ 我们一起去看电影吧。birga kino ko'rib kelaylik debdi。有时间吗？一起吃晚饭吧。vaqtingiz bormi？ kechki tomoqni birga yeylik。都到家门口了，进去喝杯茶再走吧。eshikning oldiga kelibsizlar, kirib bir chini choy ichib andin meninglar。bu doim bergan gapimiz-ku。明天我请朋友们到我家吃饭。men do'stlarimni bizning uyga tamoq yegili chaqirdim。你可一定要来呀！siz cho'qib keling。明天给我父亲过80大寿。dadamninki 80 yoshga kirgan tug'ilgan kunni o'tkazmoqchi。邀请你参加sizni qatnashib berishingizga taklif qilyapmiz。恭候光临，kelishingizni saqlaymiz, kutamiz degandek。好，那这个80大寿、60大寿degandek都可以啊。那跟老师一起来读一下。什么时候请我们去坐坐啊？什么时候请我们去坐坐啊？随时欢迎你，随时欢迎你。好久没见了，什么时候有空？大家一起聚聚。下周是我的婚礼，这是给你的请帖，有空的话来参加吧。
下周是我的婚礼，这是给你的请帖，有空的话来参加吧。带上妻子和孩子到我家来玩呢？带上妻子和孩子到我家来玩呢？我能请你一起吃饭吗？我能请你一起吃饭吗？明天下午有空吗？明天下午有空吗？我们一起去看电影吧。我们一起去看电影吧。有时间吗？一起吃晚饭吧。有时间吗？一起吃晚饭吧。都到家门口了，进去喝杯茶再走吧。都到家门口了，进去喝杯茶再走吧。明天我请朋友们到我家吃饭，你可一定要来呀。明天我请朋友们到我家吃饭，你可一定要来呀。明天给我父亲过80大寿，邀请你参加，恭候光临。明天给我父亲过80大寿，邀请你参加，恭候光临。好，对不对？And 我们来看一下我们的人物特征，看一看，学一学啊。我们学shakhs alayhidlik 啊 shakhs alayhidlik。那我们来看一下啊。这个地方呢画了2个人，ikki bala, birisi pakarakkan, birisi igizrekkan, beshini bundan tutibdi. Bularni nimasini deyotgan? Bo'yib turibdi, 是不是？那我箭头meda bir tal nima bor ekan, bunda箭头dan birisi bor, belgi kimga ko'rsatib beradi? Igizga. Igizni nima deymiz? 高高 deymiz, igiz. 然后呢kendiki shikisi chu, chetidagisi pakarakkan bu, pakani nima deydi? Ay 高矮deymiz. 那胖 simiz 胖，然后呢那 urxusu 就第4幅图是不是瘦degan urxgan. Unda xusa urxmi emas, semizmi emas bo'lsa nima deymiz? 不胖不瘦不胖不瘦 deymiz. Qo'sqi yo'g'on bo'lsa 大肚子 desak bo'ladi, 大肚子 desak bo'ladi. Undan keyin undan boshqa 差不多了吧，就是高矮胖瘦ig'iz baqa o'riq semiz degandek. 然后我们再看一下后面，那 odamniki shu jinsini nima qilsak, ayol deymiz-ku, erni nima deymiz? Nan nan, ayolni nü deydi. 然后qo'squdi bolasi bor ekan, juma qo'squdagi bolani nima deydi ekanmiz? Tayar tayar. Qo'squdi bolani nima deydi? 怀孕. Mening qo'sqimda bor bo'lsa, qo'sqimda bola bor bo'lsa, 我怀孕了 deydi. Qo'squdagi bolasini tayar deymiz, tayar. Tug'ilib bo'lgandan keyin bu bola nima bo'ldi? Buvoq bola bo'ldi. Buvoq bolani nima deydi? 婴儿 deydi. 婴儿. 然后呢buvoq vaqtidan shu 1 yoshdan, bunda 1 yosh 2 yoshli bo'lgan bolalarni nima deymiz? 幼儿幼儿 就1 2 3 4 5岁是吧? Kichikroq bo'lgan vaqtida 幼儿. Andan keyin 小孩 kichik bolani 小孩 deymiz, kichik bola. Undan keyin kichik boladan keyin cho'ng bo'lib nima bo'ladi? O'smir bo'ladi. O'smir bo'lsa nima deydi ekan? 少年 o'smir bo'lsa 少年 deydi ekan. 然后呢 o'smirdan yana o'sib bo'lgan chaqda nega keladi? yoshlar nima deymiz? 青年 yana nima deb qo'yamiz? 年轻人 deb qo'yamiz. yoshlarni 年轻人. lekin u 年轻 degan vaqtimiz uchun qeri degan bilan chumada qarma qarshi bo'lib qoldi. Agarda men o'zimni yosh ko'rgan bo'lsam, "Wo he 年轻 desam bo'laverdi. Mayli men o'zim 60 kirgandimmi, yana o'zimni yosh ko'rsam, "Wo还是很年轻 deyman, lekin 我是青年 desam bo'lmaydi. 青年deganimiz 就是 yoshlar.
yash，مثلا这个20岁到25岁左右的青年degan bo'lsa, mushu yoshdagilar青年bo'ladi. Lekin年轻bo'lsa, ko'nglingiz mushu his-haqiqingizda o'zingizni yosh ko'rsangiz, har vaqt 年轻bo'la olasiz. Andan kendisi o'ttir yoshdagilar nima deydi ekanmiz? 中年人啊，中年人. 那中年人的texmi yana qerib qolgan vaqtimizda muhchayganda 老年人bo'ladi. 啊，老年人. 那就是 hozir miyada mushu男女ni chiqarib olsak, shu qo'saqdagi vaqtingizdan tortib qerig'icha bo'lganlarniki mushu har bir mushu yosh fasli 应该是怎么说呀？胎儿、婴儿、幼儿、小孩、少年、青年、中年人、老年人给这bo'ladi ekanmiz. 好，那么你现在是哪一个阶段的呀？你是小孩呢？是少年呢？青年还是中年人？还是老年人呢？好，那这个会了吗，同学们？来森博汉尼给应该也不难啊。那跟老师一起来读一下：高、高、矮、矮、胖、胖、瘦、瘦、男、男、女、女、胎儿、胎儿、婴儿、婴儿、幼儿、幼儿、小孩、小孩、少年、少年、青年、青年、中年人、中年人、老年人、老年人。好，那今天的内容学完了。那我们作业呢是表达方式做对话，然后后面这个内容呢要把它学会了啊。然后词句历史里面的这个对什么负责不好意思有利于有关什么的degan嘛degan cümle tuzimiz buga o'rganib bo'lgan barliq mazmunni yana bir takrorlab o'tding, 好吗？那我们今天的课就先上到这里，我们下一期再见。